Viferon, anaferon, galavit, polioksidoniya kabi dorilardan siz ham foydalanasizmi? Ularni immunitet ko'taruvchi yoki virusga qarshi dorilar deb o'ylaysizmi? Keling, bugun shu haqida gaplashamiz. Har bir insonda immunitet hujayralari mavjud bo'lib, ularning qancha, qanday bo'lishi uning peshonasiga, ya'ni geniga yozib qo'yilgan. Ularni ko'paytirib ham bo'lmaydi, kamaytirib ham bo'lmaydi. Ularning ishlashi uchun tajriba kerak xolos. Tajriba esa ko'p mehnat qilishdan, o'zining ishi bilan doimiy shug'ullanishdan hosil bo'ladi. Demak, immunitetimizning ham yaxshi ishlashi uchun immunitet hujayralarining o'zi harakat qilishi kerak. Tasavvur qiling, ikkita tomon jang qilmoqda. Ikkala tomon ham bir xil songa ega, bir xil qurollangan. Lekin birinchi tomon tajribali, boshidan ko'p janglarni o'tkazgan. Ikkinchi tomon esa tajribasiz. Endi qaysi biri g'olib bo'ladi? Albatta, tajribali tomon g'olib bo'ladi. Immunitet ham xuddi shunday. Organizmga infeksiya kirib kelganida, agar u o'zi harakat qilmas ekan, unda tajriba hosil bo'lmaydi. Shamollash holatlarida asosiy belgilar isitma ko'tariladi, yo'tal, burun bitishi, quloq og'rishi, ba'zan ich ketishi ham kuzatiladi. Onalarimizni eng ko'p qo'rqitadigan belgilar bu isitma va yo'tal. Isitma ko'tarilganda sudruga berib yuborishdan qo'rqishadi, yo'talganda o'pkasiga o'tib ketib qolishdan qo'rqishadi. Va darhol isitmani tushirishga harakat qilinadi yoki yo'talni butunlay to'xtatib qo'yishga harakat qilinadi. Bu esa immunitet hujayralaridan qurollarini yig'ib olib, kiyimlarini yechib olib, bor endi infeksiya bilan kurashgin degan bilan barobar bo'ladi. Yoki yuqorida aytib o'tilgan dorilar, viferon, anaferon, polioksidoniya, galavit kabi dorilar berishni boshlanadi va organizmning o'zining hujayralari menga ish qolmabdi-ku deb ko'rpani yopib uyquga ketadi. Ya'ni dangasa immunitetga aylanadi. Immunitetni qanday ko'tarish sizga qiziqmi? Kommentariyada immunitet so'zini yozib qoldiring va men sizga to'liq ma'lumotni beraman. Sahifamda tibbiyotga doir isbotlangan aniq ma'lumotlar berib boraman. Menga obuna bo'lishni unutmang.